Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilarimiz. Islom biz programmamizning 134-soni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, bir qancha yillardan buyon davomlashtirib kelayotgan har haftada har bir musulmon Qur'on, sunnat nuri ostida tushunishi kerak bo'lgan xilma-xil mavzularni ayrim tema qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Her daim deb kelayotganimizdek bu so'zlangan o'tirg'i qo'yilgan barliq temalar hayotimizga chuqur bir yo'l xaritasi shaklida bundan to'liq foydalanasak dunyo oxiratlik baxtimizni qo'lga keltirishga vasila bo'ladigan ma'lumotlar bu. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoladan har doim bu bilganlarimizni to'g'ri tushunib shuningga loyiq amal qilish ne'matini ato qilgan Rabbim deb programning 5 va oxirida buni o'tirib qo'yib kelyapmiz. Bugünkidek bo'libmi har taraf atrofimiz nurg'un axlat ma'lumotlarning ko'pligidan insonlarni qaymoqtiradigan insonlarning millatimizning ichidanmi u yoqdan bu yoqdan chiqib shum bo'yidek millatni zaharlayotgan bir paytda albatta to'g'ri islomning manbasidan Qur'on sunnatdan chiqarilgan o'tirg'i qo'yilgan bu ma'lumotlarning qanchalik muhim ekanligi kun siri texnik ro'shanlashmoqda. Rabbim bu ne'matdan bizni ayirmasin deb tilaymiz albatta. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi temamiz tunugun e'lonimizda bergandek intayin muhim bir tema bugun albatta. Vatan mustaqilligi insonni ozod qilishdan boshlandi degan temada to'xtalganligimizni e'lon bergan to'q. Programımızdan daimlik aziz mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashag'arining taklif qilib qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda gapni uzatmay bevosita kirib ketsak programmamizga. Albatta temamiz muhim bir tema. Vatan mustaqilligi. Savol paydo qilishi mumkin insonning zehnida darhol. Shunga birinchi savolimizni vatan mustaqilligi bilan, ya'ni insonni ozod qilishdan boshlanib deb mavzu qo'ydik. İnsanın hürlüki bilen nima alakası var şekilde bu teminlik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Hoş. Hürlük bilen müstakillik birbiri çetiştik mesele. Bu birbirinden ayrılmaydan hukum. Hür insan müstakillikni izleydi. Hür insan müstakillik intilin. Hür insan müstakillikni qo'lga keltirib turadi. Bu yerda hürden maksat ruhi hür. Fikri hür, iradesi hür, akidesi hür. Bu insan maksat kılın. Gerçi bu insan turmuş olulgan bolsa, zindan taşlangan bolsa, özünün ruhunu yo'qotmagan, qimmat qarashini yo'qotmagan, kimligi hür bo'lgan bu insan maksat kılındı. Bu sebepten mahkumlik duch kelgan yoki mustamlika uchirgan millatni yoki vatanni faqat hür irodali kishilar mustaqil qila oladi. Boshqasi mustaqil qila olmaydi. Hür iradeli kişilerden maksat, elbette sual kelishi mumkin, kimler bo'ladi? Hür iradeli kişilerden maksat, düşmanning yoki tajovuz düşmanninki ideallardan ozod bo'lgan. O'zining kimligini, qimmat qarashini himoya qila oladigan, izzat sharafini mudofaa qila oladigan, aqidasi uchun, vatani uchun, millat uchun jonini, mol-mulkini bag'ishlay oladigan, ijtimoiy mas'uliyatini his qilib, o'zining shaxsiy kuchuna yetişçe, bir kişilik kuchuna yetişçe mas'uliyatni ado qilishga oldiradigan kishilar mana bu hür irodali kishilar deb iborat. Buni aksicha bo'lgan odamlarga qarab baqsak, aksicha kishilarga qarab baqsak, qul mijoz odamlar keldi. Qulluq yo'nab qolgan, qulluq idisi bilan chiqishib qolgan, qulluq idisi ozod bo'lishni yoki mustaqil bo'lishni qaysi bir sababdan xohlamaydigan qul mijoz odamlar vatanni mustaqil qilish harakatiga yaramaydi bu. Chunki bu qulmijaz odamlar mustamlikani yomon ko'rmaydi. Xo'sh. Masalan, Xitoy yomon ko'rmaydi. Mustamlikaniki ma'arif saviyasi, ya'ni boshlang'ich uchun ta doktorlik o'qigan bo'lsa, Bejingda shu andini bir yilda buning zaharlarini
zahar deb qaramaydi. Uning ta'siridan. Xo'sh. Bu qul mijoz odamni qarasak, kimlik parchalangan. Uyg'urlik bilan, musulmonlik bilan turklik uch parchalanib ketgan. Qimmat qarash eng yo'q buningda. Xitoycha ong bilan, Xitoycha zihniyat bilan, tajovuzcha hukm bilan hukm chiqardi, fikr qildi, tasavvur qildi. Aqidasi uchun, vatani uchun, millat uchun qurbon berishni xohlamaydi. Xo'sh. İzzat sharaf tuyg'usi yo'qolgan. Qimmat qarash eng isidan chiqib ketgan. İjtimoiy mas'uliyat tuyg'usini unutib ketgan odamlar. Shuni bilan birlikda ruhi va ideyasi qullikdan, tajovuzchilarning ideyasidan ozod bo'lmagan insonlar. Qul mijozlik odamlar. Shunga bu xil qul mijozlik odamlar tarafidan vatan ozod bo'lmaydi. Azadlıkım erişenmeydi, mahkum millet hürlikim erişenmeydi. Şun gibimizni xulosalag'an vaqtida vatanning mustaqillığı hür iradalik, hür fikirlik, erkin iradalik odamlarga bog'liq. Xo'sh. Allah razı olsun. Hakikaten bu sözlerden elbette. Biz o hem de hazır işgaliyet astida yaşayatımız hem de. Hem de bu ideyadaki, ruhi cihetteki hürlükning, erkinlikning bunda fikir qiladigan inson bo'lmasa, hatto biz mustaqil bir davlatimizni hozir o'zimiz qurib yashayotgan bo'lsakmi, agarda ruhiy qulluqqa mahkum bo'lganda, u vatannimi qo'ldan berib qo'yishninki eng oldingi shart sharoitlarni hozirlagan bo'lamiz degan gapdan. Qanday millat bu shaklda ideya jihatda qulluqqa tushgan vaqtida. Shu hamda vatanning qo'ldan ketishi xatarlikmi yoki ideya jihatda ideyaninki buzulishimi degan bir. Albatta bu savolni ba'zanlarni hayron solishi mumkin yoki uning nazarida bir qamlashmagan savoldek tuyulishi mumkin. Vatan ozod bo'lib qolsa ideya deganni qancha o'ngishib olganman deb faraz qilishi mumkin. Bu bir tarafdan to'g'ri bo'lib qolsa, yana bir tarafdan to'g'ri emas. Chunki bu yer ideyaning qimmatini, fikrning kuchini his qilinmaganlikdan bo'layotgan bir hukm. Chunki dushman, ya'ni bu yerdan tajovuz bir dushman. Zalim bir düşman, kafir düşman, bir vatanda besib olgan bo'lsa, yoki bir millatni mustamlika ostida olib olgan bo'lsa, u vaqtli g'alaba qilgan bo'ldi. Masalan, Afg'onni misol qilaylik. Rus bosdi, vaqtli g'alaba qildi, mag'lub bo'ldi. Amerika bosdi, vaqtli g'alaba qildi, mag'lub bo'ldi. Chunki Afg'onlar o'zininki ideyasini yo'qotib qo'ymadi. Ideyasi bilan o'zining mavjudligini saqlab qolardi. Düşman, tajovuz düşman bir millatni yoki bir vatanni besib olgan bo'lsa, u vaqtli g'alaba qilgan bo'ldi, doimlik emas. Xo'sh. Qachon doimlik g'alaba qilib ketib bo'lsa, bir millatningki aqidasini besib olgan bo'lsa, ishg'ol qilib olgan bo'lsa, bizga o'xshash aqida bilan yashaysan deydigan kommunist aqida bilan, dinsiz aqida bilan yashaymiz deb. Ideyasini ishg'ol qilib olgan bo'lsa, kimligini ishg'ol qilib olgan bo'lsa, sen Junxuvaga tava Türk'ümü tava emas, İslam'ım tava emas, yana bizim tava emas degan o'xshar. Qimmat qarashini kontrol qilib olgan bo'lsa, axloqini, madaniyatini ishg'ol qilib olgan bo'lsa, u vaqtida u millatni tamoman mustamlik qilib olgan bo'ldi. Xo'sh. Bu xil mustamlikaga tushib qolgan millat uzun mezgil bosh ko'tarolmaydi. Bu xil darajaga yetgan mustamlika, tajovuz dushman uzun mezgil puttirib o'zining zulmini davomlashtirib ketadi. Buni bizningki realligimizdan, o'zimizning ahvolidan ko'rsak bo'ladi. O'z nechchiligicha qutlamadik. Mustamlikadan qutulamadik. Nechqatim qo'lga keltiraldik. Tatib oldik. Ammo millatningki ideyasi, aqidasi, axloqi, kimligi, qimmat qarshilik, ong saviyasi to'van bo'lganligi uchun tatqizib qo'ydik yoki o'zimiz topshirib berdik. Demak, zaminning qo'ldan ketishi bilan ideyaning qo'ldan ketishi ikki sal tushirib qo'ydi. Balkim bir ozkin ba'zi misollarni ko'z oldimizga ko'rinib turgan misollarni berishimiz mumkin. Bugun Xitoyningki bu qadar minjush harakati faqat sen inson shaklida ikki putliq bir maxluq shaklida qilib qolsang bo'ldi, bizga o'xshash zihniyat bilan, bizga o'xshash kimlik bilan, bizga o'xshash dunyo qarash bilan yashaysan, uningdan boshqa hamma narsa tamoman bekor qilasan, dinni cho'qinib qolib qolsangmi cho'qin, biz belgilab bergan din bo'yicha Xitoycha din bo'yicha cho'qinasan deydigan ekilishning tub maqsadi
Uyg'urlarni tamamen bundan qul holatda yashatqizish, Uyg'urlarning mustaqillik, ozodligining engini tamamen buni o'ttirib maqsad qilingan. İşinki ahir görünüşü bir yer takışıdır. Çünkü mustamlikçi bir vatanni besib olgan vaqtida vatan avlodlarining huquqini tamamen tatib oldi. Bu vatan mening degan egilik huquqini tatib oldi. Xuddi bizning vatanimizning ismini tatib olganga o'xshash. Mahkumlik chiqib qolgan millatniki o'z taqdirini o'z belgilash huquqini yo'q chiqaradi. Xo'sh. Ba'zi millatlar var yashaq yashayal deydigan. Ba'zi millatlar var qiyinchilik yashaqmi hur holat yashaymiz deydigan. Mahkumlik chiqib qolgan millatni o'zining kimligi va qimmat qarshiga uyg'un keladigan ruh bilan yashashdan musadir qil. Yashash huquqini tatib oldi. Erkin fikr qilg'ini qo'ymaydi. Erkin e'tiqod qilg'ini qo'ymaydi. Erkin ibodat qilg'ini qo'ymaydi. Erkin ilm ma'rifat ag'ilini qo'ymaydi. Erkin maktab ochqini qo'ymaydi. Erkin yashag'ini qo'ymaydi. Ularning mol mulki bo'lgan bo'lsa, mayli shaxsiy mulki bo'lsin yoki ijtimoiy kollektiv mulki bo'lib qolsin, uni musadir qiladi. Bu mustamlika bayadi 101 degan reallik. Gerçi mustamlikaning nisbati bir az Allah'ını ba deb e'tiqod qildigan millatlar bilan Allohni yo'q deb qildigan, yo'q deb e'tiqod qilgan millatlar orasida nisbiy farq bo'lib qolsa, mustamlikning xarakteri bu. Shunga bu mustamlikchi, bular kafir bo'lsa, tajovuzchi, ya kommunist, ya kafir bo'lib qolsa, bu mahkumlik chiqib qolgan millatning aqidasini buzib o'tadi. Axloqini buzib o'tadi. Tilini buzib o'tadi. Kimligini parchalab o'tadi. Biz sirtda hozir ideya to'qinishida kimlik to'qinishi yashaydi. Buning hammasi Xitoy istixborotining harakati. Qimmat qarashini bulg'ab o'tadi. Bugun qarab baqsa bu axloqsizlik, nacharlik, bilarmanlik, menmenchilik, bu vatanning manfaat qilib o'zaro mallam botim deyish ahvollarining hammasi dal bu mustamlikaninki qoldiqlaridan iborat. Millatning mengisini shu o'tadi, madaniyatni o'qitadi. Bu mustamlikning yoki tajovuzchilikning harakati. Xo'sh. Buning kifoyalik qilmaydi. Vatanda tatib olish bilan kifoyalik qilmaydi, yuqorqi ishlar bilan kifoyalik qilmaydi, balki bu millatni mahkumlik duch kelgan millatni buzg'unchilikqa, axloqsizlikqa, mustabidlikka, minol to'g'ri deb turib oldigan mustabidlikka, xo'rlikqa va yomon ishning hammasiga ko'ndirib o'tadi, odatlantirib o'tadi. Demak, bu yerdan ham biz hozir bu gaplarning o'zidan şu bütün salbiy narsalarning hammasi bir millatning ichida, mahkum millatning ichida sodir bo'lgan barliq salbiy ishlar va uning jumlasidan ruhiy qashshoqlik, ruhiy qulluq. Buning asosli sababchisi shu vatanning qo'ldan ketishi, ya'ni ishg'oliyatga uchrashimiz bo'lmadim bu yerda. Asli sabab shuningdan bo'l. Endi shu sababni asliga qaytarish, ya'ni vatanni asliga qaytarish uchun mustamlika bu millat terayotgan yoki ma'arif orqali singdirayotgan boshlang'ichda ta oxirgi bosqichda bu tamom Xitoy tarafidan kelgan, tajovuz tarafidan kelgan narsani tamoman tozalanish lozim. Xo'sh. Aqidani Qur'on sunnatning ro'y bo'yicha jonliq tutish lozim. Axloqni islom axloqi bo'yicha tutish lozim. Qimmat qarash kelgan chaqda insondek musulmonlik qimmat qarashi bilan yashashimiz lozim. Burunqi o'zimizlik jihad angi bilan, kurash angi bilan, erkinlik angimiz bilan, hurlik angimiz bilan yashash lozim. Bu dushmandan hech qanday vaqt chiqishib yashag'in bo'lmaydi. Ham suhbat qo'g'inin bo'lmaydi, birlik sap qo'g'ilmaydigan bu e'tiqod bilan yashash lozim. Endi bu qaytarib olamiz. Demak, aqida kimlik, qimmat qarash asosida shakllangan ideyaninki qo'ldan ketib qolishi vatanning qo'ldan ketib qolishidan xatarlik. İdeya deyilgan narsa. Bu ideya nimadan shakllandi bo'lsa, musulmonga nisbatan aqidaning shakllandi. Bizning ideyamiz aqidamizdan shakllandi. Kimligimizdan shakllandi bizning ideyamiz, diniy va millikimiz. Qimmat qarashimizdan shakllandi. Bu ideyani yo'qitib qo'yish yoki buni mingimizdan jo'ylab ketishi vatanning qo'ldan ketganini xatarlik hisoblanadi. Chunki ideya sog'lom bo'lsa, vatandan yana qaytarib olgan bo'ladi. Buning tarixda nurg'unlagan misollar bor. Endi nima biz olamadik degan savol tushishi mumkin. İdeya buzulgan bo'lsa, ideyadan chataq chiqqan bo'lsa, vatanni qaytarib elish, qaytadan asliga keltirish bu xiyolga aylanib qoldi. Shunga bu buzilgan ideyani, tajovuzchilarning zehniyati sinib ketgan bu ideyani tozlamay turib, uni isloh qilmay turib, bu ozodlik harakati, mustaqillik harakati so'z ochib qilmaydi. Harakat boshlansa, bundan keyin natija qilsa umid kutgan bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh.
Bunaqa bizden başka milletler misal alsak, Arap devletleri misal alaylı bunun kartta. Harbiy jihatdan yoki askeri jihatdan azatlık eriştirmesi Arap devletlerinin hammasi. İngilizistan mustamlikasidan qutuldi, Fransiyanınki mustamlikasidan qutuldi, Gollandiyanınkidan, Germaniyanınkidan, yani mesela Germaniyanın yo'q deyim, biraz ba. Amerikanınkidan qutulgan bo'ldi. Ammo siyosiy mustamlikadan qutulgan yo'q. Fikriy mustamlikadan, madaniyat mustamlikasidan, iqtisod mustamlikasidan, qimmat qarash mustamlikasidan unudan qutuladi. Yani hazır kadar 50 yıldan yukarı halatda G'arbningki mustamlikasidan qutulgan bo'lsin Arab ellari angsaviya tövellab ketgan bo'lg'achqa, siyosiy angsaviya töven bo'lg'achqa, o'zininki dinini sog'lom tushunish ruhida yiroqlashib ketgan bo'lg'achqa, bugungi kunlikda cho'ng ikki qashq bo'linadi. Bir qismi islomning ruhida yashaymiz deydigan bo'lsa, bir qismi G'arbningki liberalizm ideyasida yashaymiz deydigan bir qism insonlar paydo bo'ladi. Bunun ise İslamlık karta toğru düşenisi bu adamların sanımı maarif sistemisi. Yani toluk müstakil bulmaganlık için. Maarif sistemisinden bir kısım yani garip dünyası bağlı koyganlık için. Ya toluk Müslüman emez ya toluk bir narsa emez. İnsanların hiçbir çıkışı bilen ahval onda devam kılmak. Bunu toluk müstakillik degen olamdı bulmaydı. Hoş. Hakikaten iş qilib bu fojia endi şu an Xitoymi bu tajovuzchilar masalan bugun vatanimiz qo'limizda emas. Vatanimiz qo'limizda bo'lsa-mu bu ideya jihatdan, ruhiy jihatdan tushkunlik uchirganda bir millat, mayli biz va yoki har qanday bir millat u baribag'asir o vatanni qo'ldan berib qo'ydi degan gapda hamda qo'limiz qo'lda bo'lsa bile, qo'lda bo'lgan bo'lsa-mu. Shunga bu ruhiy jihatdan uyg'onib qolmasligimiz uchun coşkun haleti onunla karıştırılan ideyada bulmasligimiz için Xitoy hozirgacha mingyush to'xtamay yillarcha ishg'oliyatdan boshlab qilgan yetmay oxirida yana bu millatni tugitib bo'lmadim, assimilyatsiya qilib bo'lmadim deb shu yaqinqi 5-6 yildan buyon hozir lager siyosatini qilib qarab boqaylik. Nima ish qilmoqlar? U yerda millatni lagerdagi shohidlarimizningki guvohliklari u yerda ko'rganlarning hammasi yuqorida degandek bu işgalchi Xitoy tajovuzchilarininki mush millatni tamoman butunlay Xitoy ideyasida qivatmasam bu mening beshimga bir kuni balo bo'ldi ekan deb buni ijro qilyapman hozir. Vatanni aldığı kupa aylanmadı, baylıqni aldığı kupa aylanmadı, hukukni aldığı kupa aylanmadı. Shu. Maarifni aldığı kupa aylanmadı. Meni qarshi turgan ruhni yo'qotmoq uchun bu millatdan to'liq foydalanmaydi ekanman degan maqsadda dinimizga kimligimizga, qimmat qarashimizga, tilimizga shiddat bilan hujum qilib 5-6 sangiz bo'ladi. Men yushara harakati kamplaning ahvoli shu. Ammo sirtki bir qism ahmoqlar islom dini sababchi deydi. Bu millatning nechvanozi o'lib ketmay, yo'qolib ketmay, saqlab turgan narsaning dal e'tiqod ekanligini bilmaydi. Islom dinining o'zi ozodlik harakati ekanligini, mustaqillik harakatini bilmagan bir qism davanglar yoki Xitoyning zahniyatidan zaharlarni ta'sirlanganlar bu xil jo'limlarni o'ttirga chiqadi. Afsuski. Endi aqlni ozod qilish haqiqatan demak yani vatanni ozod qilish bilan ikkisining o'rtasida har ikkilisi bir-biridan qilishmaydigan tasdiqdagi bir narsalar. Buni qanday qaraysiz? Bu bir murakkab masalada ko'rinadi. Bu ilgari chetishlik bir savol amaliyotda. Aqlni dushmanninki singdirib o'tgan ideyalardan tozalash. Ta 6 yoshda maktab kirgan bo'lsa, 25 yoshgacha oliy maktabda o'qigan bo'lsa, keyinlik davom demayli. Shu vaqt 10 necha yil ichida singdirgan ideyadan tozalash. Bu jarayonda u millatning aqidasiga, kimligiga qimmat qarshi qilinayotgan hujumlar, qo'zg'ilayotgan shubhalar, bundan tozalash yoki buni ozod qilish. Nafsida har turli shahvatlardan, iqtisod, mansab, shuhrat, nopoz degan o'xshash, qo'rqinchaqlik, taslimiyatchilik, bo'linish degan o'xshash bu xil illatlardan ozod qilish harakati vatanni ozod qilish harakatidan qiyin bo'lsa kerak. Vatanni ozod qilish ko'pincha vaqtida qurolli holatda ko'z tutildi. Chunki tarixdagi bundan keyin ba'zi yerda chiqib qolib benim bilan azroq tarix nimasi bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda qo'ldan ketgan vatan nima bilan qo'ldan ketgan bo'lsa, ya'ni shuning bilan qo'lga keldi. To'mirni faqat to'mirli bo'ysundira oladi. Mustaqillik harakati insonning ideyasini
insonning kimligini, insonning qimmat qarashini dushmanlar tarafidan, bu yer dushman maqsad tajovuzchi, mustamlikchi dushmanning ideyalardan, uning qo'zg'ayotgan shubhalardan, millat singdirayotgan nachar odatlardan tamoman tozalash orqali boshlandi. Shunga dushmanning mustamlikchi ideyalaridan uydirib chiqargan tarixiy rivoyatlardan millatning kimligi, qimmat qarashi, qachon dini kelgan, nada yashagan degan o'sha bu tarixiy uydirmalardan. Xo'sh. Va millatning kimlik, qimmat qarashi haqida to'qib chiqayotgan yolg'on yovdaqlardan qutulgan vaqtimizda ening kaynidan mustaqillik harakati birinchi qadamni to'g'ri bosgan bo'lamiz. Biz Xitoyning gibi ishini qilib qolsak, tajovuzga o'ydirib chiqqan tarixi, bizning qimmat qarashimiz, kimligimiz haqidagi o'ldan ko'ktoshlik, oqtoshlik, yarim-jimlar ishini qilib qolsak, bizning ruhimiz tamoman tugaydi. Biz o'zimizga bo'lgan ishonchimizni, o'zimiz e'tiqodimiz asosida, kimligimiz asosida qimmat qarashimiz asosida qilishimiz lozim. Boshqalarning rivoyati bilan, boshqalarning tarixi bilan emas. Shu o'zimizning tarixini, o'zimizning kimligini qimmat qarashimizni bilish bu intayin muhim o'rindir. Demak, bu yerda aqlni ikimiz qaysa yoki ideyani mustamlikiningki zaharlardan, fikrlardan, ta'sirlardan tozalash vatanni qurolliq ozod qilishdan qiyin to'xtaydi. Başlang'ıçtan tartib ta aymakda putgan kadar sundugan bu ideyani bir qismlar o'zini tuyib, o'zining kimligini, qimmat qarashini to'lib saqlanib qolgan bo'lsa, bir qismlar ketib qolgan bo'lsa, uni buni tozalash harakati unda osonga tushmaydi. Ama qurolliq ozod qilish kelsak, bir bo'lik odamlar bu mening vatanim ekan, boyligimni tatib oldim. Jiq odamlar o'zining boyligi chaqilmoqcha, o'zining oilasi kelmoqcha, u zaharni, u dushmanlikni tozalashni his qilmaydi. Mesela olimlar so'lansa, turmuzi tashlansa, kasb egalari zindonlarga tashlansa, iqtidorli odamlar o'ldirilsa, yana bir odamlar qo'lga olinsa, buni jiq parvo qilib ketmaydi. Jiq odamlar o'zininki yonchuqqa ziyon kelgan chaqda, yoki bevosita o'zining oilasiga u zulm kelgan chaqda ening kaynidan to'xtabdi deydigan yoki. Bu millatninki ahvol shu. Shu bunday ahvol kelgan chaqda, xuddi 30 yil bo'lganda hech narsa bilmaydigan bir dehqonmi, tapancha etishni bilmaydigan, qurol etishni bilmaydigan dehqonmi bir ish kunning ichida miltiqni olib, inqilobga qo'zg'al qatnashganga o'xshash, uninki ilgari ta'sirlangan idis qanday bo'lib qolsin, u ayrimga. Shunga o'xshash gap. Demek qurolliq ideya qilish birini bir ay davomlashishi mumkin, ba'zi 5 yil davomlashishi mumkin, ba'zi 3 kun davomlashishi mumkin. Ammo az insonningki ideyasida, insonning fikrda, tasavvurda, uning tarbiyasi singib ketgan bu zaharni tozalash, bundan qutulish shu qurolliq vatanni ozod qilishdan ta'sirga yaramiz shu. Amaliyotda bu qurolliq holat bo'lsin, siyosiy holat bo'lsin, boshqa holat bo'lib qolsin, bir ozodlik harakat olib berish uchun dastlabda ideya tozalanmay turib, ideya pak bir holat kelmay turib, ruhlanmay turib, u qadamni ish ochmaydi. Shunga mustaqillik harakatidan boshlandi bo'lsa, dalmi ideyani tozalashdan boshlanadi. Ideyani ozod qilishni Xitoyning butun singdirib o'tgan zaharlardan, viruslardan, zihniyatidan Xitoyni cho'ng bildigan, Xitoyni muqaddas bildigan, katta bir cho'ng davlat deb qaraydigan bu zihniyatdan tozalash bilan boshlandi. Bu ozodlik harakati aqlni, ideyani, kimlikni, qimmat qarashni, ma'arif sistemasini, agar chet el bu deb qarasak buni, iqtisodni tajovuzchilarni ishg'ol qilishdan ozod qilish bilan boshlandi. Agar chet elda harakat qilamiz deb iqtisod Xitoy ishg'olidan qo'lda bo'lib qolsa, bir yo'llar orqali yana Alan işletsang bo'ldi, ma'no ishlatmasang bo'lmaydi degan o'xshash. Maktab saldiq degan bilan uning kontrolligi yana tajovuzchilarning qo'lida bo'lib qolsa, tashkilot qurildi degan bilan buning bir yerdagi boshqarish nimasi yana Xitoy tajovuzchining bir yerda bo'lib qolsa, istixborotini jihad harakat qurildi degan bilan uni yetaklayotgani yoki bir ish qilayotgani, yana Xitoy istixborotning qo'lida bo'lib qolsa, bu vaqtda bu ozodlik harakati ish ochmaydi. Mustaqillik harakati. Mustaqillik harakati. Ozodlik degan mustaqillik harakati ish ochmaydi. Yana bu yerda qisqacha yani eskartib o'tishga tegishli masala, bosh tema munosabatli. Mustaqillik harakati vatanni tajovuzchilardan qo'g'lab chiqarish bilan tugab qolmaydi. Xo'sh. Tajovuzlarni vatandan qo'g'lab chiqarish bilan birlikda u tajovuzchilarningki u millatni qoldirgan shaltaqlari bor. Zaharlar var, mikroblar var, yıllar devam kıldılar. Bunu tozalash lazım. Mesela Türkiye'li misal alsak, görünüp hazırgacha özünün kimligiga to'liq asli kep bo'lanmoqda. Arabniki misal aldık, biraz ilgili Arab dunyosidagi özünün kimligiga qaytib bo'lanmoqda.
Mesela Palestin'e misal alsak, bir tarafı Palestin'e vakillik qilib, iman, İslam asasida mustaqilligimizni qo'g'daymiz, dushman bilan hargiz birga turmaymiz deb jihad harakati bilan mustaqillik harakati olib boradi. Yana birisi uni g'alchiligini qilyapti. Bu reallik. Demak, bu zihniyatdagi bir masala. Tarbiyalanishga bir masala. Mustaqillik harakatiga bo'lgan bir tushuncha masalasi. Shunga bu aqlni ozod qilish ta'sir vatanning bo'lsa, bu aqlni ozod qilishning naqadar tars ekanligini, murakkab ekanligini buni bu vaqtda qayta izlanish lozim. Xo'sh. Balkim bu vaqtda ayrim to'xtashimiz mumkin. Bizga bu ideyani ozod qilish, shu ruhiy qulluqdan uyg'onish, bu masalada muajiratdagi xalqimizga mesela bir şekilde o fursatga erishishi mumkin agar izlansa, uyg'onaman desa. Chet eldagilar o'qisin, vatandagi hozir tugab ketayotgan bir millat bor, milyonlarcha millatimiz bor. Hiçbir bu ma'lumotlardan tamamen yiroqlashtirilgan, mahkum qilingan, hatto ig'zaki ancha-muncha olimlardan anglab, har xil faoliyatlarda, so'rovlarda anglaydigan olimlardan mahrum qilinib, masjidlarga qilib, mushunda vayron qilingan bir millatni qaysi shaklda uyg'onish mumkin? Buniki bizda turlik yo'li bor. Biz chetda misol olsak, ikki turlik ish bor. Birisi ichki kuch. Ya'ni sirtdagi aqida sog'lom bo'lgan, vatanparvar bo'lgan, millat xalqiga ko'yindigan kishilarningki birlik kuch shakllantirish, ijtimoiy kuch shakllantirish. Bu intayin ichki kuch. İchki omil. Bu kuch kuchlik bir jonliq holatga kelgan vaqtida boshqalarning yordamiga endi erishalaymiz. Mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli askariy jihatdan, mayli ilmiy, mayli fikriy jihatdan bo'lsin, Sharq Turkistonliklar sirtga agar o'zining da'vosida yoki jihodiy harakatida yoki siyosiy harakat nima deb atsin, bundan samim bo'lib qolsa, cho'qim bir yerda bir mo'minning ostiga sog'lom bir ideya, sog'lom fikrni ostiga kelish lozim. Bu birinchi kuch bu chet ellik. Xo'sh. Ammo afsuski chet el qarasak, hamma narsa chechalang'iliq. Bugungi kunlikda eng yuksak saviyaga chiqqan ideya to'qinishi va xuddi mutafakkir Malik Nabiy degandek. Eng yuksak darajadagi ideya to'qinishi, ideya bir qalaymiqanchilik asosida ketyapti. Sharq Turkistonliklarning ya Uyg'urlarning harakati. Fikriy jihati qalaymiqanchilik, ideya jihati qalaymiqanchilik, siyosiy jihati qalaymiqanchilik, yana bir narsa qalaymiqanchilik. Bir nuqtaga kelish, ijtimoiy birlik shakllantirish, hamkorlik holat shakllantirish mumkin bo'lmaydigandek holat tug'dirilyapti. Amaliyot mumkin bo'lsa mumkin bo'ldi. Lekin mumkin bo'lmasa kuchayotgan bir kuchlar bor. Buning sababi hozir mavjud bo'lgan tashkilotlar, siyosiy aqimlar misol olsak, millatning hammasini qoyil qilib bir yak akalaydigan siyosiy xarisga hech qanday tashkilot mavjud emas. Hammasini og'zi gapcho, ismi osmon pelak yo'g'an, amaliyotda millatni qoyil qilgan, o'ngchi oshqunlikdan xoli, so'lchi oshqunlikdan xoli millatning kimligi, qimmat qarash asosida siyosiy harakat xaritasini o'tirib qo'yolmaganlik. Bu sababdan millat bir chechilib ketadi. Şuna birisi yig'anmay, men millatning birdan bir vakil deb da'vo qildi. Yana birisi malla mustaqilchi qog'imiz avtonomiya deb siyosiy takbirchilik rolini ado o'ynaydi. Yana birisi bir narsa. Bu bir nechta turlik ijtimoiy cho'ng ofatlar bu vaqtda ayrim to'xtalamiz. Shunga biz dastlabda bu birinchi kuchni isloh qilish lozim. Ulamolarningki qilgan ishimiz. Bu ishni kim qila oladi? Chet eldagi Sharq Turkistonliklarni, siyosiy tashkilotlarni, ijtimoiy tashkilotlarni bir mo'minning ostiga, bir ideyaning ostiga, bir fikrning ostiga, bir aqidaning ostiga to'play oladigan faqat ulamo qila oladi. Ulamodan boshqasi bu ishda vujud chiqara olmaydi. Buni ulamolar aqlini o'shini eslab o'zining bu mas'uliyatini ijro qilish lozim. Ulamodan boshqa hech qanday tashkilot Sharq Turkistonliklarni ya tashkilotdan biriga ekilanmaydi. Bu ulamoning eng chong majburiyati. Ammo afsuski biz ichki kuchdan bakrak G'arbda xizmat qilayotgan, G'arbda harakat qilayotgan ba'zi bir tashkilotlar butun ummatni Amerikaga bog'ildi. Isroilning tankisi usti bilan harakat qilib vatanni ozod qilishga bog'ildi. Bu butun ayblanadigan ish emas. Ya'ni chet ellik bog'lanish. Biz birinchi kuch bo'lgan ichki kuchni puxtay olsak, fikriy jihatdan, ilmiy jihatdan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy tashviqot va boshqa taraflardan bu sirtqi kuchdan yordam olish bu ikkinchi darajali kuchdir. Ammo afsuski birinchi darajadagi ahvolimiz xarob, ichki kuch biz sirtqi kuchga yo'lni oldik. Shu bizni ozod qilib bersa bo'ldi, shu bizni mustaqil qilib bersa bo'ldi.
Ama afsuski bu çoğun devletlerinin siyaseti, bu şahmatda xısı qanda oyun oynaydiganligini ba'zi tushunadi, ba'zi tushunmaydi. Bugün Palestin bunun realligini ko'rsin. U xalq o'zining vatanini mudofaa qilishda, millatini mudofaa qilishda, izzat sharafini qo'g'dashda, aqidasi qo'g'dashda mustahkam turibdi. Butun dunyo bir yetkazimi? Hozir tik turib o'zining mavjudligini saqladi. Burun terrorchi uch-buch deb baqqanlama hozir yando gap edi. Xo'sh. Bugün Amerika qarasa bütün universitetlarda bularni siyosiy liderlarni yetishtirib chiqadigan Harvardga o'xshash, Texasga o'xshash, Kaliforniya universitetlarning hammasida namoyish qo'zg'alib, hozir Falastinni qo'llayapti. Isroilga tanqid qilyapti. Amerikani emas, ammo biznikilar hozirgacha hala Isroilningga tushuni ko'rib yashayapti. Biz ichki kuchni puxtalashimiz lozim. İchki kuchni isloh qilishimiz lozim. Ikki yo'lab sirtqi kuchlar kimlardan bo'lib qolsa, bundan imkon qadar boshqa qarindoshlarimiz ziyon yetkazmagan asosda foydalansak bo'ladigan masala. Biz buni ilgirki manfaat ziyonni selishtirish degan programmamizda bu haqda to'xtaldik. Bu masala. Endi u vatandan ichida qarindoshimiz qarasak, hammasi u darajada deb qaramayman. Chunki tarixda o'rnak bor. Kooperatsiyadimi? Gerçi hozirga o'xshash bu xil saviyada, yuksak darajada elib borilmagan bo'lsin, men shu sharkda 20 yil qadar elib berilgan. Namoz o'qishdan cheklangan, kollektiv holatda kollektiv holatga yetib qopash, davomli kundalik hasha, kambag'allik, qo'zqib to'ymaslik deganga o'xshash bu tajriba bir qator Sharq Turkistonliklarningki beshidan o'tgan. Gerçi yosh avlodlarnikidan o'tmagan bo'lsin. Bu millat u yerdan yani saqtirlib chiqqan bir millat. 20 yil shunda eg'ir madaniyat inqilobi emas, do'tlashtirish, nadonlashtirish, ishaklashtirish, ya'ni nima deb sifatlaydi? Oshqil mehnat inqilobdan, ya'ni beshin tik ko'tarib chiqqan millat. Ya'ni jihad harakati bilan, siyosiy harakat bilan, mustaqillik ro'yi bilan tirilgan millat. Ya'ni ulamolarningki tashviqoti bilan, ulamolarning tablig'i bilan tirilgan millat. Shu xil xafalikdan shu xil mavzudoningki mehnat nasllar. Yani bu millet bugungi bu holatda bütün tugab ketmaydi. Yani uning ichidami o'ziniki aqidasi bilan gerçi zindonda bo'lgan bo'lsin-mi, gerçi kamplarda bo'lgan bo'lsin-mi, aqida saqlab qoldigan, kimligini qo'g'dab qoldigan, qimmat qarshini himoya qildigan, ya'ni azmatlar u yerdan ba'munsiz. Shu u kuchi bilan bu sirt kuch ikkisi maslashgan vaqtida bizning yo'limiz echilamdi, echil. Xo'sh. Allah razı olsun hakikaten. Ümit var buluş gerek her zaman. Ümitsizlik hemen aslında tükeştirilen esasında. Hem de ahirde elbette bu dinimizin ki biz bugün 134. bölüm kelgen bolsak bu dinning nurg'un temalarda so'zildi hamdi. Din başta kelgan vaqtida da'vatchilar bo'lgan vaqtida biz insonni insonga qulluq qilishdan ila ibadati robbil ibad bandalarning butun dunyoning ilohi bo'lgan olamlarning robbi bo'lgan Allohga qulluq qilishga chaqirish uchun keldik deb islomning eng tunji elchilari bunda. Islom butkul bu zanjirlarni insoniyatni chirmib olgan har xil mayli ruhiy, mayli moddiy buni pachaqlab tashlab haqiqiy erkin insondek yashash, insonni shuningga yashash uchun kelgan bir din hamdi. Bütün peygamberler şunu hep keldi ümmetiga. Hamda shundaq shuning uchun men eng oxirida shu islomimizniki, dinimizniki bu hurlik, mustaqillikqa nima deydi bu degan bir ikki og'iz gapini tugatgan bo'lsak. Tabii holatda bu savol intayin mo'yin. Balkim ba'zilar islomning mustaqillik gapi yo'q, ozodlik gapi yo'q. Qur'on qarsak bir ayat mustaqil demabdi, ozodlik demabdi deb endi deyishi mumkin. Islomni tushunmaganlikdan balkim uni buni xiyol qildiganlar bo'lsa kerak. Ama İslam ideyasidan javri qarsak bu insonni ozod qilishdan nishon qil. Xo'sh. İslam ideyasi insonni insonga cho'qinishdan, insonni buchi doilaga cho'qinishdan, insonni mol dunyoga cho'qinishdan, insonni nafsiy xohishiga cho'qinishdan, bu falsafalarga cho'qinishdan yoki qandaqligi bir narsaga cho'qinishdan ozod qilishni birinchi nishon qil. Mayli tashviqot olsun, mayli internet olsun, yani bizden cho'qinishdan bugungi bo'layotgan tashviqot vositalari buni cho'qinishdan ozod qilish islom fikrininki yoki islom ideyasining birinchi nishoni. Bu ozodlikka erishgan inson, islom aqidasining ro'yi bilan ozodlikka erishgan bu inson hayotlikdan, o'limning, rizqning Allohning qo'lida bo'lganligiga ishonganlik uchun buni hayotidan ansiraydigan, o'limidan ansiraydigan yoki rizqidan ansiraydigan
qo'rqadigan undash yuz bermaydi. Shunga bu inson o'zining huquqlarini, majburiyatlarini his qilgan holatda jonliq aqida bilan, kuchli iroda bilan yetishib chiqadi. Agar aqidada sog'lom bo'la bilsa. Bu islomdagi insonning maqomini yoki darajasini yuqori ko'targan bir daraja bu. U bo'lsa Allohga qulchilik qilish. Faqatlam yaratquchi qulchilik qilish, undan boshqa har qanday narsadan bo'ysunmaslik, qulchilik qilmaslik, uningki mustamlikasiga bosh egmaslik dedi. Bu Alloh qulchilikni qilishning ma'nosi Allohga ham qulchilik qilish, uningdan boshqa har qanday qulchilik qilishdan va qul bo'lib qilishdan o'zini mustaqil qilish, o'zini ozod qilish degan bo'ldi. Bu ubudiyatningki ma'nosi. Islomda tavhid deydigan hukm bor, iymon yoki aqida deb ataymiz, nima deb ataymiz? Bu tavhidningki maqsadi dal ozodlik harakatiningki javrini ko'rsatadi. Mustaqillikningki muqaddimasini ko'rsatadi. İslamdaki tavhid hukmi ozodlikningki dal javhirini ko'rsatadi. Chunki tavhid aqidasiga ishongan inson, ya'ni Allohlam yaratquchi uningga cho'qinaman, uningdan boshqa hech qanday bir narsaga qulluq qilmayman, qulluqini qabul qilmayman deydigan bu e'tiqod u insonni boshqa har qanday qulchilik qilishdan ozod bo'lishni taqozo qildi. Uningdan qutulishni taqozo qildi. Chunki Alloh bosh egadigan insonlar uningdan boshqa bosh egib qolishdan, uningga qulchilik qilib qolishdan nazar aylaydi. Allah'ın baş qulchilik qilib qilishni, uning bo'lapmi kofir bo'lib qolsa mustamlikchi bu yerda, uning mustamliksiz yashashdan gunoh deb bildi. Xo'sh. Ya normal bir holat emas. Xitoylarning yoki qaysi bir tajovuzchininki, zolim bir kofir tajovuzchining mustamlika asl yashash bir normal bir holat emas. Ashning rozi bo'lish, ashning to'g'ri deb qarash yoki normal deb qarash bu gunoh masalasi. E'tiqod nuqtada. Shunga tavhid aqidasi jonliq bo'lgan sog'lom aqidaga sağlam ideyaga ega bo'lgan bu kishilar mustamlikaga tushib qolgan millatni, mustamlikaga tushib qolgan vatanni ozod qilish bir tavhid aqidasining taqozosi deb qaraydi. Ya'ni vatanning ozodligi bizga nisbatan iymon masalasi bu, tavhid masalasi. Bu sababdan ulamolar, olimlar tajovuzchilikqa, mustamlikaga tushib qolgan vatanni, millatni qutqizish uchun qo'lidan keladigan siyosiy jihatdan, fikriy jihatdan, ilmiy jihatdan, askariy, iqtisodiy jihatdan jihad qilishni farz ayn deb ataydi. Mustaqillik ishi bizga nisbatan iymon, e'tiqod masalasi. Paloni tashkilotning yanimizdan jinglab boqadigan masalasi emas bu bizga nisbatan. Demak, bu o'rlik, mustaqillik mana shunga o'xshash jonliq aqidaga, sog'lom ideyaga ega bo'lgan kishilarning qo'li orqali chiqashadi. Quruqshi olti olaydigan, jamiyatni qalaymagan qiladigan, kichikkel bir kishi chiqib qolib xuddi dunyoni ostin-ustin qilib turgandek shabirdan ula ish qilmaydi. Aqidaning jonliq bo'lishi, sog'lom ideyaga bo'lishi, iymonga tayinishi, ichki kuchni birinchi omil deb qaraya oladigan bu odamlarning qo'li bilan bu vatanninki mustaqilligi ishga oshadi. Mana bu islomniki ozodlik harakati yoki mustaqillik harakati bo'lgan tushunchasi bu. Xo'sh. Ulamolarninki tutib kelayotgan aqidasi bu. Ulamolar qanday qaraydi mustaqillik harakati aqida masalasi bu. Ulamolarninki mustaqillik harakatiga ozodlik harakatiga qaratgan bu bayonnomasi bundan iborat. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. İnşallah. Sizlerden ustunlarda vazife pek iğir deyen gap bunda olsa. İnşallah bütün ulamolarımızga kessin bu fikirler inşallah. Köp rahmet. Vaktimizni tushib eshib ketdi. Misha to'xtatsak. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi temamizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tilgandek bugungi fojialarga qanday mubtalo bo'lib qolganligimizni bir nimasi chiqdi degan gapimni yo'ritildi inshaalloh. Rabbim inshaalloh bu barliq zanjirlardan qutulib dinimizni, islomimizni, milliy kimligimizni to'g'ri shaklda tunug'an va shuningga loyiqida esilgan, yamashgan vaqtimizda qaytadan turklarni kullaridan uyandı dedim mesela. Qanchalik bugungi fojialik kuni kelib qolgan bo'lsaqmi, yana qaytadan beshimizni tik tutib dast turadigan vaqtimiz keldi o'ningda mutlaq holatda ishonchimiz komil. Rabbim inshaalloh o kunlarni
eng tez suratda bizlarga ko'rsatsin deb Rabbimizdan tilaymiz va shuningga erishish uchun qo'limizdan kelgan barliq harakatni qilamiz inshaalloh. Allah ömür versin, yana bir qatımlıq söhbəti görüşükçə aman boğaçlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.